Hududga kirishni sekin-astalik bilan hozir boshlashadi va bu yerda player one smokini hali ham ishlatgani yo'q. Va mana ketdi fleshkalar, mana Anubisga tayyorlangan raund, lekin bo'lsa Aslanboy hozir o'ldira olmayapti player one 3 ta o'yinchi haqida bir bor, lekin hech kim o'ldira olmadi va player one hozir shapaniga o'ldirib ketdi. Va Aslanboy hozir taymingda chiqdi. Va bu minus bermoqda, 2-2 vaziyatda qolib ketmoqda ikkita jamoa va bu yerda Aslanboy yana yordamga keldi va Aslanboy bu yerda bermoqda va bu Aslanboy javob qaytaryapti. Ikki vaziyat Rasher va Evil, Ahror va Aslanboyga qarshi. Va bu yerda esa hozir Aslanboy bitikini topmoqda. Evildan katta xato va bu yerda Rasher hozir 2-1 vaziyatda va Rasher ko'rdi. Aslanboy bermayapti. Aslanboy 12-chi raund qo'lik. Qimmatli bo'lgan raund taqdim etadi. Hozir Vulqoniy juda ham ko'p awareness yig'ordilar va bu yerda pik qilib Aslan hozir headshot berib qo'ydi. Hozir vaqt qolmasligi mumkin va mana hozir yugurishmoqda. Bu yerda esa Ayrodan birinchi kill, Ayro ikkinchi kill beradi, Ayro ikkinchi kill ham berdi, lekin Aslan hozir vaqti yo'q. Voy! Vakit albatta paytlar tekshirmoqda. Ultidan o'tib ketib bo'ldi. Secret roomga. Aslanboy baribir Voy, Asomov snayperda. O'qirmikin? o'qishi juda ham qiyin bo'ladi. Aslanboy Chiqmoqda, chek qilishmoqda qiladi. Aslanboy pichoq bo'ladi va bu yerda pichoq bo'ladi. Bu yerda qildi va uning joni 69 bo'lib qo'ymoqda va Aslanboy bu yerda AWP qurolni nimagadir realizatsiya qiladi. Aslanboydan ajoyib qachon. Qilingan edi 1-3 vaziyatda Aslanboy yana raund olib bera olarmikan? Juda ham qiyin ahvolda o'sha tarafda urib olishgan Aslanboyni. Voy, double kill Aslanboydan! Aslanboy